yo'qmi kecha obedda ko'rinmadingiz uyda? Mahallada Mahbuxon xola beshiy to'yi qilgan ekan. Ana beshiy to'yi-yu, mana beshiy to'yi. Orzu havasli to'y qildi-da o'zi ham. O'zi yaqinda to'yi bo'ladi shekilli-ku. Ha-da. Hamma ham bizni kelinmidi. 10 yilda ham ko'p eshmaydigan. Ha, ona umr rizqi bilan bergani chin bo'lsin. Bizga ham nasib qilsin. Muxlis. To'xta. Kecha ovqatda yog'liq bo'lib qolgan ekan. Men kechasi bilan meni ham ko'nglim aynib chiqdi. Ishqib shunaqami ekan? Tuzalib qoladi, xudo xolasa. Sen o'ylagan narsa bas. Menga gap qaytaradigan kerak emas. Iltimos. Buni oldinroq qilishim kerak edi. Tug'mas keling kerak emas. Oldinroq qilishim kerak edi. Ayajon kechiring. Haydamang faqat iltimos, oching eshikni. Qayerga boramanman? Oching eshikni. Voy bo'lmasam. Nima bo'ldi balam? Turing o'rningizdan. Voy balam, nimalar qo'ydan turing. Turing balam. Ya Rabbil alamin. O'zingni borligingga shukr. Gunohlarimizni o'zing kechirgin. Ya Rabbil alamin. Har bir ona farzandini farzand ko'rishligini xohlaydi. Ya Rabbil alamin, kelinimni yaxshi ko'raman. Ular ham bir-birlarini yaxshi ko'rishadi. Shularga farzand bergin. O'zing har bir ishga qodirsan. Nima bo'ldi, apa? Yaxshimi ahvoli? Ukajon, hammasi joyida. Xudo xolasa xotiningiz yaxshilar. Xavotirga o'rin yo'q. Ukajon, sizga bitta yangiligim bor. Yaqinda ota bo'lasiz. Mevasiz daraxt u, soyasi ham yo'q. Har nigoh ko'rmaga sanchilgan bir o'q. Shafqat aylagil unga, bo'lsin ko'ngli to'q. Qarilik chog'ida tirnoq ber.